Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Mandarin va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bo'ldi, sizlarga ham xabarim bor. Nimagadir bir necha kunlardan beri o'sha jinmi, bir nima, xullas ko'zimga ko'rinyapti. Nima desam ekan, ko'zimga ko'rinadi, har xil qo'rqinchli voqealar bo'lyapti hayotimda. Bilmadim nimaga unaqa va qor juda ham chiroyli yog'yapti qishlog'imizda va bu menga lekin yoqmayapti. Bu bo'ron menga yoqmayapti. Xo'p, mayli. Xo'p, nima qilamiz? Yaxshi. Hozir men bu yerga kirmayman, menimcha ham mayli. Sizlarga aytsam, men hozirda uyda biroz yashayman, shu sababli juda ham qo'rqyapman. Lekin hozir esa men do'konga borib kelishim kerak. Tushunmadim. Yana senmi? Yana men. Xullas, to'xta. Mendan nima xohlaysan? Nimaga men ko'zimga ko'rinyapsan? Senga aytadigan bo'lsam, Nimani aytasan? eshitsang qo'rqib ketmaysanmi? Nimadan ham qo'rqardim? Xullas, Gapni cho'zmasdan gapir. mayli, hozir emas. Ertaga aytarman, bugun vaqt emas. Tushunarlimi? Nimaga ertaga? Ertagacha men yana qiynalib uxlolmasdan chiqaman. Salom, Sasha, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingchi, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Salomlash, bu Sasha. Kimga gapiryapsan? Mana bunga, mana bu Merjiga. Qanaqa merji? Yo'q bo'lib qoldi. Kim? Ahmoq bo'lib qolibsan. Mayli, sog' bo'l. Hoyjon, sen buni ko'ziga ko'rinmaysanmi? Yo'q, ko'rinmayman. Unda nima uchun faqat meni ko'zimga ko'rinyapsan? Buni sababi bor, o'ziga yarasha. Aytdim-ku, ertaga aytaman. Shuni hozir aytsang bo'lmaydimi? Yo'q, Hozir qayerdasan? yoningda turibman. Yonimda hech kim yo'q. Ko'rinmayapman xolos, ahmoq. Lekin men sendan qo'rqmaslikni boshlayman, ya'ni unchalik qo'rqmayapman уже. Bilmadim nimaga. Nima desam ekan? Hozir eshikni qulflaymiz. Va hozir nima desam bo'ladi? Menimcha uxlasam kerak. Obunachilar bo'ldi, hammaga xayr, sog' bo'ldi, salomat bo'ldi va men uxlayman. Kim bilan gaplashyapsan? Obunachilarim bilan. O'zingni YouTuber deb hisoblaysanmi? Albatta. Nechta obunaching bor? Bu yog'i bilan qiziq. Sen qayerdasan o'zi? Tushunmadim. Sen meni yonimdamisan yoki? Xohlagan. Voy. Nima? Qayerdaman? Ertagida nima qilyapman? Yo'q, to'xta. Men nima uchun qimirla olmayapman? Yo'q, qimirla olmayapman men. Yo'q, nima qilmoqchisan? Yo'q, shoshma. Merji, shoshma. Iltimos qilaman, shoshma. Iltimos, to'xta. Nima qilmoqchisan? Yo'q. Aytganimni qilmading va endi o'zingdan ko'r. To'xta. Iltimos. Yo'q. Yo'q. Nima qimirla olmayapman? Yana bir qo'rqinchli tush bo'ldi. Xullas, men charchadim bu narsalardan charchadim. Xullas, hoyjon, qayerdasan? Men sen bilan gaplashib olmoqchiman. Iltimos, menga ko'rin. Iltimos, meni ko'zimga ko'rin. Jin, qayerdasan? Jin, meni eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Qayerdasan? Eshikni och. Eshikni nima uchun? Ko'rishni istaysanmi meni? Ha, lekin eshik hozir meni cho'chitasan, sen bilaman. Ha, mayli, balkim ocharman. Xullas, to'xta, ko'zimga ko'rinmay tur, iltimos. Ha, bo'ldi, hozir eshikni ochaman va orqangga qara. Voy, yana cho'chitib yubording. Xullas, menga qara. Menga zarar yetkazmaysan, shundaymi? Senga ishonsam bo'ladi. O'ylab ko'raman. O'ylab ko'rasan, lekin
Men senga yordam beraman. Aniqmi? Ha, lekin shartim bor. Qanaqa? Meni keyin boshqa bezovta qilmaysan. Bu juda ham yaxshi fikr. Agarda senga yordaming tegadigan bo'lsa, men katta mukofot beraman. Qanaqangi mukofot yana? Yordamni bajarganingda bilasan. Xo'p, mayli gapir. Qanaqa yordam kerak? Eshikni ichidan o'tib ketdingmi? Bu tabiiy hol, axir men jinman. Xullas, qanaqa yordamim kerak? Qotillik qila olasanmi? Nima? Qanaqangi qotillik yana? Yo'q, bu qo'limdan kelmaydi. Bo'lmasa o'rganamiz. Nimalar deyapsan? Xullas, tashlandiq uyga borgin. Kutaman. Jin, qayerdasan? Nimaga yo'q bo'lib qoldi? Tashlandiq uyga bordidimi? Ha, tashlandiq uyga boraman. Xo'p, tezroq faqat. Qo'rqali ham yo'qyapti va men hozir tashlandiq uyga boraman. Ha, albatta tashlandiq uyga boraman men. Lekin bu nima desam ekan? Meni juda ham qo'rqityapti bu jin. Xullas, meni juda ham qo'rqityapti. Men juda ham qo'rqyapman. Ha, mayli. Hech nima qilmaydi. Va tashlandiq uy, ammo mana bu yerda yangilar narsasini ilib qo'yibdi eshiklarga. Bilmadim. Xo'p, mayli. Jin, men keldim. Shu yerdamisan? Jin. Nimaga gapirmaysan? Hoy Jin. Qayerdasan? Qimirlama. Nimaga? Bo'ldi. Tushunmadim. Nima qilding? Shunchaki hazillashdim. Nima? Sen men bilan o'yin kulgu qilyapsanmi? Yo'q, iltimos tezroq faqat shartingni ayt. Keyin bajaraman. Meni boshqa bezovta qilmaysan. Tushunarlimi? O'ylab ko'raman buni. Eshik nimaga qulf? Qochib ketmasliging uchun. Shunda sen meni nima qilmoqchisan? Unchalik ham yomon narsa emas. Nimalar deyapsan? Hoy, to'xta jin. Iltimos, men tayyor emasman. To'xta, biron nima qilmoqchi bo'lsang ogohlantir. Iltimos, lekin men tayyor emasman. Iltimos, meni ogohlantirgin agar biror nima qilmoqchi bo'lsang. Eshik ochilibdi, yaxshi. Lekin ko'chaga qochib ketmaymiz, chunki biz jinga ishonamiz va u ham bizga ishonadi. Bu boshqa gap, bolakay. Ana endi esa o'ziga pichoqni sanch. Ular bu videomizning o'z nihoyasiga yetdi. Albatta keyingi video uchun 100 ta like. Tezroq kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosing. Hammaga xayr.